Chunki Robbimiz aytayapti, kim Allohdan taqvo qilsa, har qanday mushkuladan chiqib ketadigan yo'lni ko'rsatadi va kutmagan joydan nimasini beradi? Rizqini. Demak, nima qilish kerak ekan? Taqvo qilish kerak ekan. Alloh taoloni bu mo'min bandalarga bergan va'dasini amalga oshmay qolishidan ko'ra dunyoni ustun bo'lib ketishi osonroq. Qaytaraman. Alloh taoloning mo'min bandalarga bergan va'dasini ro'yobga chiqmay qolishidan ko'ra bu osmon yerni ustun bo'lib ketishi yengilroq. Chunki kimning va'dasi bu? Innaka la tuxliful mi'ad. Albatta sen hech qachon va'dangga nima qilmaysan? Xilof qilmaysan. Demak, bu oyat birinchi navbatda birodarlar yoshlarga qaratilgan. Bo'ydoqlar, maktabni bitirdingiz, bir o'qishni bitirdingiz, o'shaga etap bo'ladi.